Assalomu alaykum. Xo'p, biz tayyorlagan offline test platformasini qanday qilib ishlatishni hozir sizlarga o'rgataman. Xo'p, men dasturni tashladim. Telefonda ham, kompyuterda ham ishlaydi. Ustiga bosasiz, ochishni ezasiz. Sizda quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Siz bu dasturni ishlatishingiz uchun sizda avvaldan to'g'ri javoblari rishotka, ya'ni panjara bilan yoki bir xil rang bilan belgilangan bo'lishi kerak bo'ladi. Hop, mana masalan menda hammasi bir xil rangda belgilangan, mana hammasi bir xil rangda belgilangan yoki to'g'ri javoblarning ichida mana bunaqa panjara belgisi bor. Ko'rsangiz, hamma to'g'ri javobda panjara qo'yib chiqilgan. Shu ikkalasidan bittasi, ya'ni to'g'ri javobda yo rang bilan belgilangan bo'lishi kerak yoki mana shu panjara bo'lishi kerak. Bizda shunaqa fayl bo'lsa nima qilamiz? Bu yerda tillarni o'zingiz xohlagan tilga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Hop, faylni bu yerga tashlang yoki bosing degan tugmani ustiga bosamiz. Bizda mana shu to'g'ri javoblar belgilangan faylni tanlaymiz. Masalan, buni tanlasak, mana bu faylni o'qidi, 413 ta savol topildi deyapti. Va endi biz ana shu faylni qaysi birinchi savolidan yana qaysi birinchisigacha, masalan 1 dan 50 gacha ishlasak bo'ladi. Siz o'zingizga kerak bo'lgan oraliqni kiritasiz va testni boshlashni essiz. Bu yoqda mana savollar ko'rinadi. Bu yerdagi interfeys Hemis bilan birga-bir. Bu yoqda savollarni ustiga bossangiz, ana shu savolga olib borib ham beradi. Belgilab ketasiz. Belgilaysiz, ular ishlaysiz. Bu yoqda masalan birontasini xato ham belgilaylik. Keling, birini ishlab qo'yaylik masalan. Hop, fikrlash ko'nikmasi. Buni xato belgilaylik masalan, antonim deb. Bu yerda so'raydi, yo'q desiz to'xtamaydi. Ha desiz to'xtaydi. Keyin bu yoqda timer ham sanaydi vaqt. Har bitta savol uchun 1,5 daqiqadan to'g'ri keladi. Yakunlash desak, mana to'g'risini yashil bilan, xatosini qizil bilan ko'rsatib beradi va o'tkazib berilganlarini sariq rangda chiqib turadi. Va bu yoqda endi siz natijalaringiz bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Shunday, qaytadan boshlash desangiz, yana boshqa oralda kiritib ishlab ketaverasiz. Agar siz bu yerda masalan 30 tami, 20 tami yoki 50 tami sonni kiritib random boshlashni ezadigan bo'lsangiz, bu ana shu 413 talik, ya'ni fayl ichidagi hamma savoldan 50 tasini sizga random qilib beradi. Telefonda esa sizda mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Siz bu yerda bunday o'tkazib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Yakunlashni ezadigan bo'lsangiz, quyidagi oyna chiqadi. Qaytadan boshlashni eslasangiz, qaysi birini to'g'ri noto'g'ri belgilaganingizni ko'rolmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun yopishni ezasizda. Bosh yana qaytadan ishlamoqchi bo'lganingizda oraliqni kiritib, bosh sahifani ezasiz va mana bosh sahifaga sizda o'tadi.